Qandaysizlar? Bugun sizlar bilan har doimgidek A15 kanali. Bugun sizlar bilan merni uydagi emanatlarni olamiz. Chunki u meni bugun oyligimni bermadi. Shuning uchun jazo bo'lishi kerak unga. Men uni o'g'irlayman. Sekin qilaman. U meni ko'rmayapti. U meni oyligimni bermadi. Xasislik qildi. Shuncha ishimni bermadi. Shuning uchun men sizlarni o'g'irlashga harakat qilaman. Hozir ko'p videolar kechqurun bugun ba'zi ularga shuning uchun kechqurungacha kutaman. Kechqurun menga oson bo'ladi. Men uxlayman. Uyqumdan turib oldim. Kechqurun mana yo'q. Endi bizlar ketdi o'g'irlikka tushishga. Sekin ehtiyot bo'lamiz bolalar. Men uyda kirib qolishim mumkin, yo uxlayotgan bo'lishim mumkin. Shuning uchun birinchi tepadan qo'shnimiz uyiga kirib ko'ramiz. Qo'shnimiz ham ba'zimdami deyman-da, bugun jitellar maslahatlashadi. Ana hamma jitellar. Shuning uchun meni ko'rishmayapti. Men ham borishim kerak edi, lekin bugun kasalman deb qo'yganman. Qani ketdik. Mana sekin rujda ko'rmasligi kerak. To'xtab turinglar, men kirka olib kelay-da. Kirka bilan mana eshikdan kirib bo'lmaydi. Yugur, ko'rmayapman degan umiddaman bolalar. Hozir sandig'imdan olaman kirkani. Mana buni olaman. Ko'raman bolalar. Jitelar biroz kuzataman, u qayerga qarayapti. Bu yoqda jitelar. Bitta jitel, ikkita jitel. Men qaradi, ko'rmadi degan umiddaman. Men sekin o'tiramiz. Bu yoqda bitta jitel turibdi. Shuning uchun yo'qotamiz. Bu yoqda ko'p jitellar bor ekan bolalar. Mana hozir hech kim ko'rgan yo'q. Shuning uchun bolalar like bosib obuna bo'lib qo'yamiz. Mana bu yerda qilamiz. Mana bu nima ekan? Sinib ketdi bolalar. Bu yerda maktabda jitel turibdi-kan. Yo'q. Minta ko'p. Endi bizga ikkita ketadi. Endi borishimiz kerak. Va mana bu yerga bitta. Bolalar bu yoqqa qo'yamiz. Birinchi uni ixtiramiz. Короче, да, bolalar. Mana buni qayerga qo'yamiz bolalar? Notaga qo'yamiz. Endi sekin qochamiz. Mana qochdik. Endi mana bu yerdan bizning sirli sandig'imiz bor, o'shanga solib qo'yamiz. Bo'ldi bolalar. Endi bu bizniki. Ana endi uxlab olsak ham bo'laveradi. Qani endi ertalab ham tushib qoldi. Hali ertalab bo'ldi. Tong sahardan turib oldim bolalar. Sizlar bilan hozir xayrlashamiz keyingi videolargacha. Xayr.